Men kuyovim bilan yaxshi yashardik uyda. Kuyovim o'tirgan paytida men maslahatlashib Rossiyaga chiqib ketgandim ishlagani. 2-iyul kuni opamlarning uyiga tushib ketganman. 3-iyul soat 4 ga mashina gaplashganmiz biz. 3-iyul kuni men chaqirtirdi, men chiqib ketdim. Kuyovim uyda qolgan edi. Bir qiz, bir o'g'lim bor. Rossiyaga chiqib ketdim. 6-chislo kuni menga telefon chaldi uydagilar. Shunday ish bo'lib qoldi, seni ayblashyapti, uyga qayt dedi. Men xo'p deb mashina topgunimcha soat 4 bo'lib qoldi. Magnitogorskdan yana qaytdim Qirg'izistonga. Yuk tashiydigan mashina bilan kelayotgandim. Qirg'izga kelganda choy ichdik, keyin yana yo'lga chiqdik. GAI xodimlari to'sdi bizni. To'sib olib kirib ketishdi. Fedrovskiyda Govda militsiya xonasiga olib kirib, meni Roska deganimni aytishdi. Men Roskada emasman, hech kimni o'ldirmaganman deb tushunmay qoldim. Men bir marta telefon qilib olay o'shga desam, ruxsat berishmay qo'ydi, mumkin emas deb. Meni yonimdagi hamma yuklarimni olib qo'yishdi, 2 sumkam bor edi. Bar yo'g'imni yechib olib qo'yishdi o'zlari. Men tergov qilishdi bir kun kechgacha. Tergov qilgandan keyin 3 kun Qorabaliqda qolishimni e'lon qilishdi. Kech paytda ina meni Qorabaliqqa olib borib qo'yishdi. 3 kun ichida menga 4 marta skori kelib, o'zimdan ketib qolib, hech nimani bilmayman, qilmagan ishimga meni olib kirib qo'yishgani alam qildi. Tushunmadim, bu ishni kim qilgan, nima bo'lgan, o'zim tushunmayapman hech nimani 3 kun ichida. 3 kun yotdim, yana dushanba kunlikda meni olib kelishdi Fedrovskiyda, sudga olib kelishib, sud e'lon qiladi dedi. Yaxshi nima bo'lsa uyga ketasan dedi. Sud e'lon qildi, meni 40 kunga olib qolishini e'lon qildi. Kostanay oblasti, Kostanay SIZUsiga olib borib qo'yishini e'lon qildi. Men shu sudda o'zim bilmay qoldim. Tushuntirsam hech kim tushunmadi. Odam o'ldirmaganman desam, bu qog'ozli ishi deyishdi. Biz seni ayblamayapmiz dedi. Qirg'izistondan kelgan bu bizga dedi. Ilojim yo'q. Yana menga kelgan u yoq ham teshir qilishib, bo'lguncha kech bo'lib ketdi. Soat 11 da kechasi 11 da meni Kostanayda SIZUsiga olib borib qo'ydi. Priyomini bu qilguncha soat 12 bo'lib ketdi. Mana shu 12lar chamasi edi kechki. O'ris qizlar 8 ta qiz bor ekan. 5-0 kameraga meni olib kirib qo'yishdi 9-inchi qilib. Men ashirda u qizlar bilan birga o'tirdim. 15-iyullarda keyin meni Jezdam Hamidullo, Xolmatova Ozodaxon ejam, advokatim Jumashev Emin aka, Xayrullo akalar bilan birga borishdi 2 ta advokat. Borib meni polniy O'zbekistondan o'tgan pechatkalarimni olib ketishgan, Rossiyada pechatkalarimni olishgan hammasini, pasportimda tasdiqlangan pechatlarim bor edi. U yerdan Kim Anton degan advokatni olishgan 3 kishi menga ishlashdi. Keyin qaytib kelishib, advokatlarim yana Suzoq rayonini tergovlariga 19 marta so'ranish yozishgan, o'tinch yozishgan, hech kim quloq solmagan. Mana narsalar olib keldi desa, menga noto'g'ri ayblovlar qo'yib qo'ygan. 6-chisloda o'tib ketgan, qochib ketgan 5-iyul kuni soat 14:00 da 14:30 chamasida bu qochib ketgan Qizil Qiyamidan degan menga ayblar qo'yishgan bular. Keyin bularni hammasini chindiqni chiqarib, advokatlarim barjog'ini yuzaga chiqarib qilishganda hech kim quloq solmay qo'ygan advokatlarimga. 19 marta kelgan, hech kim quloq solmagan. Kelgan advokatlarim o'zlari istab, o'zlari topishgan, advokatlarimning yordamida topilgan. Menga 12-sentyabr kuni Kostanaydan qaror chiqarishibdi, bo'shatildi degan. 13-sentyabr kuni meni chiqarishvordi u yerdan chiroyli qilib, kechirim so'rab Kostanaydagilar. Meni kuyovimni haqiqiy o'ldirgan qiz Bozorqo'rg'on rayonining Seydikom qishlog'ida yashar ekan. 1989-yilgi bo'lalik, eri bor, 2 o'g'li bor ayol ekan. 5-iyul kuni ertamdan erimga telefon qilar ekan u qiz. Telefon qilib chaqirar ekan, kuyovim bir jiyani bilan choy ichib o'tirgan bo'ladi. Keyin telefon chalganda Kim aka deganda jengeng deb qo'yadi kuyovim. Keyin jengeng deb qo'yib, shashilib chiqib ketadi. Shu baravar Jalovatga kelib, Do'stu gostinsasida uchrashishar ekan. U qiz bozordan katta osh pichoq sotib olibdi, qaynonasini qora hijobini olibdi yoniga. Keyin shu bilan Do'stu gostinsasiga kirgan. Kuyovimga aytganki,
aka yuvinib chiqing degan, yuvinib chiqquncha u qiz tayinlab qo'ygan, kola ichishgan bular. Bu yerdan keyin chiqqandan keyin men sizga surpriz tayinlab qo'ydim jonim deb turib, ko'zini sharf bilan baylagan. O'zi aytib beryapti, ko'zini sharf bilan baylab yotgan holatida sizga surpriz tayinladim deb turib, ichiga bir marta saygan, keyin chiqarib turib ikkinchi marta yana qoniga saydim dedi, ichiga dedi. Uchinchi marta juragiga saydim dedi. Ashuni orasida santexnik deydimi? Santexnik kelib taqillatgan gostinsanikini. Nima to'polon bo'lyapti deganda, men jalang'achman, uyatmaysanmi? Er xotinning o'rtasiga tushgani deb ochmay qo'ygan eshikni. O'shanda kiyom divanda qattiq urgan ekan, jonjoqti bilan. Hamma yo'q qon bo'lib ketgan ekan. Men ko'rmadim. So'z aytib beryapti u narsalarni. Santexniklar aytish berdi, guvohlar kelishib sotda. Hamma yo'qni bo'yniga oldi. Men qilganman, aybimga yarasha jazoimni olishga men tayyorman dedi u qiz. Ida chiqib ketyapti, hijob kiyib chiqib ketgan. U qizni gostinsada ko'rib, nimaga ketyapsiz deganda, kiyomni davleniyasi oshib ketdi deb chiqib ketgan u qiz. Kiyomni o'ltirgan pichoqni derazani ochib birinchi etajga tashlab yubordim. Krishaning ustiga tushdi dedi. Kulishni olib ketib, ko'chaga irg'itib yuboribdi, taksida ketyapti. Morallik, materiallik usharibga berganman men bularni. Sotga 2-3 joli keldim. Sotda eshigini tagida bo'soq ostida men qiynalib o'tirib, o'shdan kelib ketyapman. Sotdagi to'g'otvoy kelishmayapti. Kechaginda mana kecha 5-dekabrda soat 10da sot edi. Keldim. Advokatimdagi keldi. O'tirdik, ular kelgan yo'q. Men prezidentga, men bu ishni bunday tek qo'yib qo'ymayman. Haqiqatni yuzaga chiqarish kerak. Menga o'xshagan beva bechoralar indamasdan hammasi yuraversa, hamma qamalib ketadi bu yerda. Bular zakon yo'qmi bu militsionerlarga, prokurorlarga zakon yo'qmi bu yerda?